Yo, hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Musa Bobol. Hozir biz qanaqa video olishni o'rgataman sizlarga. Qaranglar. Birinchi bo'lib hozir ChatGPT kirasizlar, qanaqa bir rasm topasizlar bilmayman. Mana masalan, rasm topinglar. Mashina rasm topsanglar bo'ladi. Mana kirsanglar. Ha. O'zi mana rasmni chiqarib beraveradi. Mana bemalol mana bu yerdan kirasizlar. Mana masalan men video olmoqchi. Mana masalan ulashsa bo'ladi. Masalan ko'cha olsa bo'ladi, sketch изображение. O'shani bosasizlar bo'ldi. Keyin qidiruv xohlagan narsalarni yozasizlar. Mana masalan maktab mana. Men shunaqa bitta video olmoqchiman. Hop. Mana buni qo'yaman. Mana sketch изображение turadi. Bo'ldi, bosdim. Keyin boshqacha yana rasm tanlasangiz bo'ladi. Hop, rasmni tanlab olib qaytaman. Xo'sh, rasmlar ham tanlab oldik. Xohlasanglar qayerdan rasm topishni bilmasanglar, bu o'tkazmagilar kelmasa, ChatGPT bor, ChatGPTdan kirib, mana shu rasmlarni yasab ber desanglar, u yasab beradi. Hozir CapCutga kiramiz. CapCutga kiringlar, CapCut o'tkazsanglar, shu video yasaysizlar. Mana hozir stop qilib yoki videolarni ko'rsatib turaman. Mana bu yerda noy video turadi. Mana narsalarga e'tibor bermanglar. U videolar yasayman shunaqa. Hop, mana no video bosasizlar. Mana rasm ham tanlab oldik. Agar mana bu qora ekran qilmoqchi bo'lsanglar, konsolkani o'chirish shart. Eng oxirgisida. Hop. Xohlasanglar birinchisida, men birinchisida o'chiraman. Hop, udalitni bosamiz. Xohlasanglar qora ekran qilinglar. Mana deb yozamiz. Masalan, men video olmoqchiman-da hozir. Bu narsalar qaytadi. Narsalar endi boshlanadi. Mana masalan shunaqa deb qo'ydinglar. Masalan kichkina qilib qo'yinglar. Maslahatim men yozganinglarni. Masalan, mana bu narsalar endi boshlanadi. Hop. Stiker qo'yamiz qanaqadir. Xo'sh. Boshlanadi deymiz-da. Mana narsalar qo'yamiz asosan. Qolganida bitta stiker. Bo'ldi. Mana shuni qo'yib oldik. Bo'ldi. Keyin effekt tanlasanglar bo'ladi, chiqib kelish mana. Mana. Yommayo. Mana qaranglar. Mana. Xo'sh, effekt tanlasanglar bo'ladi. Mana. Oddiy qo'yaman. Unchalik yarashmaydi. Yoki qo'yinglar, mana. Mana shunday qo'yaman. Bu narsalar endi boshlanadi. Hop, effektdan bor. Mana effekt qo'ysanglar, mana bu trendni qo'yasiz. Mana qanday qilib qo'ysanglar bo'ladi. Men bo'ldi, boshlayman. Птичкani. Mana bu yerga yana naложение, kartinkalar kirasizlar. Hozir rasmlarni ko'rsatmayman. Bo'ldi, mana qoli, mana maktab, mana ko'rasizlarmi, zo'chiqani sal. Mana boshidan ko'ramiz video. Bu narsalar endi boshlanadi. Da. Zo'r chiqdi. Hop. Testga kiramiz. Добавить tekst degan narsani bossanglar, o'zi chiqarib beradi. Maktab deymiz. Maktab, mana bu yerga qo'yamiz. Maktabga mana stiker qo'yib qo'yamiz. Maktab. Sal buni kichikaytirish kerak. Bo'ldi, kichikaytirdik. O'zimiz hozir yana rasm tanlab olaman, qanaqadir. Mana bu yerda qilasizlar. Naложение degan bosasizlar. Добавить наложение. O'shani bossanglar hozir bo'ladi. Bo'ldi, mana tanlab oldik. Unga endi tugama testlar bo'ldi. Stiker qo'yamiz.
qo'ydik, bo'ldi. Xo'sh. Kichkina qilamiz, ya'ni effekt qo'yamiz. Hozir bu mos kelmayapti. Sal. O, ma'murchi. Ham tugamas sizlar. Mana mos keldi. Yo'q-chi, nima deydi? Ha, bo'ldi. Qani? Eng oxirgisi bu. Da, bu shunaqa. Natija yaxshi chiqyapti. Hop, mana menimcha mos keldi. Bo'ldi. Hop, yana bitta qo'yamiz. Stiker qo'ysak ham bo'ladi. Hozir stop qilib turaman. Endi ma'mulga yozamiz. Mana boshlandi. Endi dabaytmas testga boramiz. Masalan, mana qilib qo'yamiz. Tugamas uyga vazifalar. Bu video chiqsa, so'tsam chiqadi. Hop. Uyga vazifalar deb qo'ydim. Yaxshi chiqdi. Adashmasam kichikaytirish kerak buni. Yoki normalniy turibdi. Bunda bosaylik, mana tugamas va uyga vazifalar. O, zo'r chiqdi. Yana bitta qo'yish kerak rasm. Endi sinfdoshlar kanishni nima deydi? Sinfdoshlarni sog'indim, lekin maktab sog'inmadim. Qanaqa gap bu? Bilmayman. Lekin maktabni umuman necha foiz sog'indinglar maktabda? 10 dan necha foiz? Men 10 dan 5%. Sinfdosh qo'yamiz. Unga ham qanaqadir anaqa qo'yamiz. Sinfdoshlarim zo'r. Mana mos keldi. Qaranglar mana. Qaranglar, videoni boshdan ko'ramiz. Hop. Bu narsalar endi boshlanadi. Maktab boshlanadi. Tuganmas testlar. Tuganmas uyga vazifalar. Sinfdoshlarim. Bunga endi qanaqadir mana masalan zuk qo'yasizlar, mana pastda zuki degan narsa turibdi. Zuk qo'ysalar bo'ladi mana. Hozir qo'ysam. Masalan bu. Mana o'zi qo'yib beradi-da mana. Bu umuman to'g'ri kelmaydi. Menga maktab deyman. Maktab yaxshi, maktab masalan anaqalarda musiqalar. Hop. Ya. Hozir zvuk tanlab olaylik, keyin qaytaman. Bo'ldi, anaqa bormi? Videoni chiqarib olaman. Endi boshlanadi. Hop, maktab. Tuganmas so'zlar. Tuganmas uyga vazifalar. Sinfdoshlarim. Buni bo'ling. Bo'ldimi? Keyin ekspert qilish kerak mana bu yerda. 50 50 qildim. Buni ham 60 qo'ydik. 3 no 50 qilish mumkin. Qanchasi? Bo'pti, mana buni 50 qila qolaylik hozir. Buni ham ровно 50 qilish kerak. Qildim. Ekspert qilamiz, bo'ldi. Ekspert degan tepada knopka bor. Hop, bu qoma mana. Stikerlar ham qo'ysa bo'ladi. Boshqa narsa. Ularni tushunasizlar. Ekspert qilguncha so'qib turaman. Ekspert qilib oldim, bo'ldi mana. YouTube kiramiz. Sharaqga qilmayapti, iltimos qilaman. Obunachilarim olaman. G'ajab men bunaqa hozir ozgina qo'shdim druzamga. Shular. Amma bularni qo'shdim druzaga. Boshqa odamlarni ham qo'shdim hozir. Yo-mayo, uzabov. Chommadim.
Kim meni anaqami qilib qo'ydi? Ismimni. Yomma-yo. Hammasi anaqa qo'yapti. Mana bunda bo'lyapti aytmayapsiz. Hozir kirib ko'ramiz. Nima bo'larkan? Hozir soat necha bo'ldi? Soat 1:30, 11:30 bo'pti. Qani bahonada Roblox hamma o'radi. Menimcha Roblox haligacha mayli. Hali ishlaydigan vaqtimiz ham kelib qolibdi. Yo'q, kim uryapti mani? Azamga yetib beraman, jim o'tirmanglar. Ishqilib, короче, hammaga xayr. Sizlar bilan Uzabavov. Hozir yangi videoni o'rgatdim CapCut'da. Menimcha bilib oldinglar. Bilib olgan bo'lsanglar, yaxshi. Hammaga xayr.